Assalomu alaykum Sayyod TV'ning ashaddiy muxlislari, podpischiklari, akalarim, opalarim, singillarim, ukalarim, jamiki meni podpischiklarim, muxlislarim, qo'ygan videolarimni ko'rib baholab boradiganlar. Jonlaringiz omonmi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Bizlar harakat qilyapmiz Sayyod TV'da. Endi mana yana oldimiz bahor keldi. Men havas orqali boshlagan bo'lsam vaqtida hozir 68 ming, 69 mingga yetib kelag'azdim. Akalar, ukalar, sizlarning yordamlaringizda 68 ming, 69 mingga pashti bordim mana. Inshaalloh yaqinda 69 ming, 70 ming bo'laman. Akalarim, ukalarim. Men orzu orqali boshlagan bo'lsam, Sherzod bloger, Qizilobod TV, xo'p, Guliston TV, отдельно отметка qilib o'taman bularni. Sherzod musofirlar kanali, Qizilobod TV bor bu yerda, Sayfiddin TV bor, Istiqlol Pro bor, xo'p. Guliston TV bor bu yerda, havas qiladiganlarim Ulug'bek Alimov bor bu yerda. Eng yaxshi blogerlarim, men tan olgan blogerlar, eng yaxshi blogerlar deb. Shularga havas qilib, shularning orqasidan shu yo'lga kirganman. 1 yil oldin kirdim mana. Shularning orqasidan havas qilib, men ham shunday bloger bo'lay, xalqqa yordam tegay, xalqqa xalqning o'rtasida o'z o'rnimni topay, ko'rgan odam hurmat qilsin deb, akalar, ukalar, biz ham shu yo'lga kirib keldik. Havas, orzu orqali deganday kirib, shuncha shu bugungacha yetib keldik. 68 ming, 69 mingga yetib keldik. Sizlarning yordamlaringiz bilan akalar, ukalar qo'ygan videolarimizni baholab kelayotganlarimiz uchun. Lekin ayrim negativchilar bor akalar, ukalar. O'zlari ham bo'lmaydi, o'zgalarni bo'lishini ham ko'rolmaydi. Surishtirib kelsalarmiz akalar, ukalar, ular otasining pensiyasiga nos olib chiqadi, sigaret olib chiqadiganlar. Yo telefoniga otasining pensiyasidan pul so'rab qo'yib, kirib negativ yozadiganlar. Ey, negativchilar, bizga qarab ishlaysizlarmi yo o'zlarini reklama qilasizlarmi deysizlar. Jonlaring omon bo'lsin akalar, ukalarim. Lekin negativ yozishdan ko'ra bitta yaxshigina aktiv qoldirsalaring bo'lmaydimi? Nimaga Qirg'iziston aktiv, bitta uncha bo'lmasa ham Qozog'iston juda aktivi baland, o'zining podishkasi bilan. Akalarim, ukalarim, hammalaringizni hurmat qilaman. Negativchilar, sizlar dal shu davom etinglar. Negativ ham kerak bizlarga ko'tarilishimiz uchun. Jonlaring omon bo'lsin, negativchilar. Xo'p, akalar, ukalar, yana bir marta rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan Sayyod TV, Sayyod TV'ning admini Suhrob bloger 91 man. Hammaga огромный rahmat, kattakon rahmat. Akalarim, ukalarim, opa singillarim.